Bugungi videoda ingliz tilida yangi so'zlarni 4 ta usul bilan yodlashni ko'rib chiqamiz. Birinchi usulimiz hammaga ma'lum, o'sha notebook bilan ishlaymiz. Ya'ni notebookda bir tomoniga inglizcha so'z, ikkinchi tomoniga esa definition yoki tarjimasi bilan yozib yodlasak bo'ladi. Number 2 with cards, ya'ni shunaqa kichkina kartochkalar bilan yangi so'zimizni bir tomoniga kartochkani, bir tomoniga yangi so'z, ikkinchi tomoniga esa definition yoki tarjimasini yozib o'yin tariqasida yodlasak bo'ladi. Number 3 Anki ilovasi. Bu ilovada shu Play Market yoki App Store'dan tortib, bemalol inglizcha so'zni kiritib, o'yin tariqasida so'zni yodlasangiz bo'ladi. Number 4 Cambridge Dictionary. Ya'ni Cambridge Dictionary'ning veb-sayti ham bor. Veb-saytidan foydalanganingiz ancha yaxshiroq bo'ladi. Chunki u joyda yangi so'zni qidirib, inglizcha definitionini ko'rib, o'yin tariqasida yodlab ketsangiz bo'ladi. Ya'ni o'zga papka ochib olasiz, fayl ochib, u yerda yangi so'zlaringizni bitta fayl qilib turib, o'yin, ya'ni Anki ilovasiga o'xshab ketadi. Siz inglizcha so'zni o'sha definitionni ko'rsatganda, o'sha so'zni topishingiz kerak.